Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari hamda chorvador dehqon akalarimiz. Bugun biza obzorimizda hozirgi sezon uchun kerak bo'ladigan, ya'ni makka poya o'rilayotgan vaqtida makkani slyoz qilish uchun ishlatiladigan 220 da oddiy xonadon tokida ishlaydigan lentali Xitoy zavod drabilkalarimiz obzorini qilib o'tamiz. Birinchi ko'radigan drabilkamiz bu 208 modelimiz. Akula 208 variantimiz bo'ladi. Buni tepa qismida o'zining voronkasi bo'ladi. Bu nima deydi? Meva-cheva va sabzavotlarni o'tkazishimiz uchun, misol uchun sholg'om, kartoshka, sabzi shunga o'xshash narsalarni maydalab o'tkazishimiz uchun kerak bo'ladi. Endi lenta qismiga keladigan bo'lsak, lenta qismi mavjud o'zini motor bilan birga qo'shilganda ishlaydi. Buni o'zini ichida 3 ta skorsi bor, bitta neytralkasi. Neytralkasi mana bu meva-cheva solayotgan vaqtimizda ishlatamiz. Ya'ni faqat tish aylanadi, lentasi aylanmaydi. Undan keyin kichkina, kattasi bo'ladi. O'zini ichida kalyonoviy olovda charxlangan pichoqlari bo'ladi. 6 ta pichoq, ya'ni uzunasiga kesadi. Mana bunisi esa kelayotgan makkajo'xorini qisib turadi, bu kesadi. Bu uzunasiga kessa, bu yoqda yana orqa tomondan ko'rinadi. Mana ko'ndalangiga kesadigan pichoqlarimiz ham bo'ladi. Mana bu orqadan ko'rsataman. Mana orqadan kesadigan ikkinchi qator segmentimiz, ya'ni pichoqlarimiz bo'ladi. Bular pachemlik qismiga keladigan bo'lsak, pachemliklari hammasi, ya'ni abadiy deydi buni, doimiy pachemlik, ya'ni 1 yilda ishlatishingizga qarab turib 1 marta, 2 marta mana bu savdol anaqa qilinadi, savdol qilinadi. Keyin motor qismiga keladigan bo'lsak, motor qismimiz 208 modelimizni rement bilan uzatmasi rementda bo'ladi. Motor qismi 4 kilovat bo'ladi, uzun ustida datchigi, ya'ni voltmetr bo'ladi. Drabilkamiz 1 soatda 2 tonna 8 kilogacha makkani slyoz qilishga qodir, ya'ni Jaguar chiqarib beradi, Jaguar razmerda. Bu drabilkamizni narxiga keladigan bo'lsak, bu drabilkamiz 3.600.000 so'm, O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmati mutlaqo tekin bo'ladi. Drabilkamizda makkajo'xori, quruq, ho'l, faqat nima deydi, xashak, slyoz, beda poya shunaqa narsalarni o'tkazishga mo'ljallangan. Lentaliklarning ixtiyoriy hammasi ho'l quruqga mo'ljallangan bo'ladi. Endi keyingisi 308 modelimiz. 308 modelimiz ham o'zining 3 ta skorsi bo'ladi. Katta, kichik, neytrali bo'ladi. Lentalari keyin buni pichoq qismiga keladigan bo'lsak, bunda ham xuddi shunaqa, ya'ni olovda charxlangan kalyonoviy pichoqlar bo'ladi. Pichoqlarimizning hammasida o'zini pechati bo'ladi, ya'ni zavod pechatlari. Pichoqlarimizda Bausha brendiga tegishli zavod pichoqlari bo'ladi. Bularda ham xuddi shunaqa 6 ta pichoq, mana bu qisadigan anaqasi bo'ladi, mana bu qisadi. Keyin esa orqa segmentida yana kesadigan o'zini kalyonoviy pichoqlari bo'ladi. Ko'ndalangiga Jaguar qilish uchun mo'ljallangan. Bu drabilkamiz soatiga 3 tonna 800 kilogacha makkajo'xorini bizaga slyoz qilib berishga qodir. Va buni balonlari ham bor, hammasida balonlari bor. Balonlari kattaroq bo'ladi. Keyin bu ham xuddi shunaqa rement bilan motor qismi asosiy рабочий stolga rement bilan uzatilgan bo'ladi. Undan tashqari buni motori Max motor bo'ladi, ya'ni buni 32 kiloli 4 kilovat 100% mis obmotkali motor bo'ladi. O'zining ichidan mana bunaqa avtomat shtoklari chiqadi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni 4.800.000 so'm evaziga O'zbekistonning istalgan nuqtasidan turib xarid qilishingiz mumkin. Bizda dastavka xizmatlari tekin. Mana shu aytilgan narxda sizni qo'lingizga yetib boradi. Keyingi modelimiz bu bizani 408 modelimiz. Mana birkalarni ko'rishingiz mumkin. 2026-yil 6-oyda ishlab chiqarilgan. O'zini to'laqonli vazn 165 kilo. Demak, motor qismi 4 kilovat, model qismi 9ZR408 bo'ladi. Bu drabilkamiz 220 voltda ishlaydigan lentalining eng katta varianti hisoblanadi. Mana lenta qismlari mana shunaqa bo'ladi drabilkamiz. Buning ichida ham xuddi shunaqa, ya'ni birinchi qator ikkita segmentdan iborat. O'sha birinchi qisadigan qism, undan keyin ko'ndalangiga uzunasiga kesadigan qism. Mana bu buni ham tishlarini ko'rishingiz mumkin. Mana brend nomi tushirilgan bo'ladi, ya'ni pechatli bo'ladi tishlari. Undan keyin ikkinchi segmentimiz mavjud. Endi bu segmenti kattaroq bo'ladi qolganlarga qaraganda. Bunda ham xuddi shunaqa skorsi bor, 3 ta neytral, katta, kichik bo'ladi. Bu drabilkamiz soatiga 4 tonna 800 kilogacha makkajo'xorini poyasini o'tkazib beradi. Quruq,
ho'l quruq uchun mo'ljallangan drobilkamiz. Buni oyoqlari keladigan bo'lsak, oyoqlari bunda sal qolganlariga nisbatan yaxshiroq, ya'ni o'tirgan joydan buriladigan, kattaroq bo'ladi. Bu drobilkamizni motor qismiga keladigan bo'lsak, bu ham xuddi shunaqa Max motordan bo'ladi, ya'ni o'zida voltmetri bor, keyin o'zini avtomat ishlari chiqadi. U kilosi 36 kilolik bo'ladi. 100% sabmodga. Bu drobilkamiz narxiga keladigan bo'lsak, drobilkamizni 5 million 600 ming so'm evazida O'zbekiston istalgan nuqtasidan mana shu narxda xarid qilishingiz mumkin. Dostavka xizmatlari tekin. Agar video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalga a'zo bo'lishni unutmang va videoni foydali bo'lgan bo'lsa, mana shunaqa texnika qidirib yurgan akalarga jo'natib qo'yamiz.